Heyo, bachcha selam sizlar bilan ma'lum etdim. Men qishloq qurdim, ikkinchi qismini chiqaraman. Videoni boshladik, hozir kech bo'lib qopti. Obunachilar, uyimizga kiraveraylik. Izni qo'shimdan chiqdi. Sig'mayapman bu yerga, uxlash uchun yotamiz. Dahshat uy chiqdi, keyingiga ham bitta uxlaymiz. Obunachilar qaranglar. Tishga chiqamiz, boshqacha safar. Biz kuramiz. Hamma narsani oppoqdan birlikda qilamiz. Hamma narsani oppoq qilib quramiz. Yo'q, birinchi oppoqda quraylik. Va? Bo'lasizlar kim aytdi? Va, hammamizdan. Uy emas bu. Quduqqa. Va. Uyqu yerman. Uyqu qishlog'imni mosqi. Birinchi qismida o'zim bunday qilib qurganim. Keyin birinchi qismga turibdi shu qurganim. Keyingi videoda boshqacha qilmoqchi edim. Sen va deb kirib qoldi. Men yurib yorib ketdi. Yomon qo'rqding. Sen qo'rqsa va dedi. Men qo'rqitish videosini olsang bo'lganda shu payt. To'g'ri. Like obuna bosing. Ona like obuna bosishdi. Sen eslatib qo'yding. Obunachilarga aytmadim shuni emas. Aytsa. Mana videoni boshlamaydi. Like obuna bosgandan keyin boshlanadi. Mana bizning qizimiz obunachilar yagona. Albatta obuna bo'ling. Obuna do'stlaringga ham jo'natib qo'yinglar. Men qizantarim. Obunachilar boshqa do'stlaring bo'lsa, bizdan to'lmasa jo'natib qo'yinglar, ko'ramiz. Men kanalimda ismini yozsa nima deb chiqadi? Yosh ko'rgan raqamlarini yozib qo'ying. Men kanalimda ismi nima deb chiqishini aytaymi obunachilar? Breaker Play aytayim. Mag'uz Loret King deb bosalaring chiqadi. Uniki esa Breaker Play. Almashtirgan chunki. Breaker Play bosalaring chiqadi. Kanalimda reklama qilgandik menimcha, ko'rgandim. Felix Minecraft ro'zashabat endi almashtirgansiz. Sen kompot uyini quryapsan. Men birinchi qismda kompot uyini quraman deb qurolmagandim. Qurishni bilaman. Sen qanday qurishni bilasan? Men quryapman, qishloqda qo'yib berish kerak. Kompotni qurishni men qurgan uy bo'ladimi? Albatta. Keyin sen yordam berib yuboray. Agvorot qurish kerak. Kompot agvorot qanday bo'ladi? 4 qavat emas, ko'p blok bo'ladi. Ayt. Hozir sanayman. To'xtab o'zim qilay. Mana yordam beryapti. Ularlar sura bosib. Ay. Yarimtalik man qo'yay. Kvasli yarimtalik blokchalar. Kvars emas. Kvars emas. Stone deb pishirilganini qilyapman. What? Xato qilib tashyapman. Kompot uyini qurishni o'rganib olinglar bizdan. Biz kompot uyini quramiz. Va! Obunachilar qo'shib qo'yaveradi, keyin qo'shadi o'chirmay deb. Endi kompot uyini ichini bezatish kerak. Mana men eshik ham qo'yib qo'ydim, sen ko'rmagan payt. Tepasiga yana blok qo'yish esingdan chiqdimi? Esimdan chiqdi. Va men dahshatli video chiqaraman bugun. Qanaqa? Biz videolarni o'qizamayapmiz, do'stlar, eshitib olinglar. Biz tarjima qilyapmiz. Sizlar ruscha videolar ko'rasizlar. Gapiga tushunmaysizlar. Kimsa o'zbekchasiga tarjima qilib sizlarga beryapmiz. Men esa tifakda o'zbekcha. Siz Toshkentcha videosini o'zbekcha qilib tarjima qilyapman tifakda. Faqat deydi, o'qiladi tushunmay. Toshkentcha. Lekin fiksani yo'q, to'xta. Qanaqa bak bu? Qanaqa kravat? Kravat sinib qolgan do'stlar. Senga bak. Minecraft. Obunachilar unga bak. Mana buni uxlasa bo'ladimi? Uxlaman bu lekin. Tayini ko'rib o'tirgan qilaylik. Karotimizda. Yo'q, haqiqiy uxlaganday qilishni men bilaman.
Hali Anam de qiladi, haqiqiy uxlaganday qilish uchun. Aravachani jo'natadi bu yerdan. Keyin Kirpas bilan turganda bilan. Bir qadama blok qo'yilmaydi. Mana haqiqiy uxlaganda bo'ladi do'stlar. Endi bizning qishlog'imizga ag'borot 12 emas, men uxlaganda qilaman. Kumbotikini. Biz kumbotik kunday qilib qo'yamiz ha. Mana bu aravachani jo'nataylik. 12 dan 6. Kamas kelmayapti kompotga. Tekstur qilmabman-da. Mayli, tekkan bilan endi uyga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bana uddaladim do'stlar. Uyga tegib qolmadimi menimcha? Tegib qoldi akbaroti. Kompotni bunisilar nima qilaman. Hamma uyga tekkan bo'lsa, uydagi suv kelib tursa mazza bo'lak. Ha? Fiksa kanalni kimligini bilmayman, kim kanaliga fiksa. Obunachilar. Agar sizlar bilsanglar kommentariyada yozib qo'yinglar. Fiksa kanali kimligini. Nima bilaman. Kim? Nima deb bo'lsa chiqishini aytaymi? Fix A. Fiksa men bilaman, tushundim. Fiksa sen menga ko'rsatganding-ku. Ruscha edi, ruscha. Ruschani tarjima qiladi. Men buni tarjima qilib video olsam bo'laydi. O'g'loncha fiksa ruscha tarjima qilmaydi. O'zi ruscha uni. O'zi rus. Odamlar yoshligidan ruscha qanday o'rganadi? Kompyuter rus tiliga yashirgani uchun yoshligidan o'rganib ketgan rus tilini. Biz ham o'zbekkamizdan. O'zbekka tug'ilganimizdan beri o'zbekka o'rganib ketganmiz ham. Ikkitalik bo'lib qoldi. Kompyuter bo'lmaydi. Akborot ikkitalik bo'lib qoldi kompyuter akborot. Ikkitalik? Mana bitta qiladi. Bo'ladi baribir mayli. Mayli, chidasa bo'ladi. Faqat endi ikki qavat bo'lib qolamiz. Boshqa joylarga ham quramiz. Qo'y buzdim. Voy, loy qo'yib qo'ysin. Mana qo'ydim. Ha? Endi tezligimni qo'yding sen tezmi? Endi 40 ga qo'yamiz ikkinchi akborotni. Qani ichga. Yo, yaxshi. Chuqurga oladi. Chuqur 40gacha. Sal pas bedroqgacha emas 40 mi? Yanada chuqur qilish kerakmi? Sen qilib turmangacha bitta sirli yo'l qilish kerak. Sirli yo'l. Mana unga kompotga ikkitalik bug'doy bo'ladi. Keyin sirli yo'l degan, quduqda sirli yo'l degan video olamiz. Quduqda sirli yo'l topib oldim degan. Hozir sirli yo'l qurmaymiz. Ha, qo'yaman. Keyin sirli yo'l topib oldim degan video. Olamiz. Obunachilar boshqalar bilmaydi. O'zimiz qurganmiz, sizlar bilasizlar, lekin boshqalar aytib qo'ymaylar. Qiziqarlilar video ko'rsa. Chunki bizning qishloq qurdim degan videomizni bilmaydi ular, ko'rmaydi. Eng birinchi videosi balki bular mana bunisi deydi, balki kiradi, keyin ko'radi, sirli yo'l topib oldim degan video. Qishloq qurdim 3-qism deb o'ylaydi, eng birinchi qismi. Axborotimni rasvo qildim. Bug'doyda urug' kerak endi. Уже kech tushyapti, hali video tugagani yo'q. Quyosh botdi. Video esa 9 minutlik bo'ldi. Halimizda uy qurmadik. Bitta kompotnik ham qurdik. Yo'q. Biz ancha mehnat qildik. Bitta uy ham qurdik, ag'borot ham qurdik. Mana 9 minut bo'ldi shunga. Bu boshqacha qishloq, ha? Tabii 9 minut bo'ldimi? Akborot qurdik. Endi
Non kerak. Men anaqa sirli yo'lga endi portal qo'yapman. Portal kerak emas. Kechqurun tushdi uxla. Hozir uxlayman portalga. Men o'zimda uyim qaysiligini aytaman. Birinchi qismini Yana qurganim. Yo'q, men o'zim deyman Vespamen. Sen uying kompotnikimi? Ha, men kompot. Men kompot qo'shmasam adashib qoldi. Men kompot qo'shmasam uyiga urganmas bo'ldi. Men tipi. joy maniga, loyli joy boshqanki. Nima shunday turadi? Men o'zim uyimga spam urib bo'lganman. Birinchi qismiga kechqurun. Men uxlay. Uxla. Obunachilar. Uyim